Barchangizga assalomu alaykum do'stlar. Hozir sizlar bilan Roblox o'yinini o'ynab mazza qilib dam olamiz do'stlar. Barcha tashvishlaringizni unutib, videoni tomosha qilishingizni so'rayman. Kanalga obuna bo'lib, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring va like tugmasini bosib qo'ying do'stlar. Qani esa biz boshladik. Hozir 3 sekunddan keyin o'yin boshlanadi deyapti. Ko'ramiz nimalar bo'lar ekan. Men o'zi Squid Game kinosini ko'rmayapman, o'yinni ham o'ynamayapman. Hozir o'ynab turibman. Voy, nega hamma bu yerga kelsin? Kelinglar bu yoqqa hamma. 72 odam bo'lish kerak ekan. Tak. Voy, bilin nimaga bular hammasi bu yerga kelmayapti? Do'stlar, bu yerda videoni qotirib qo'yaman va o'yin boshlangandan so'ng boshlayman videoni ham. Bu sizlarga bilinmaydi do'stlar. Xo'sh, mana do'stlar, o'yin boshlandi. Tak, bu o'yinda nima qilamiz ekan? Biz shu tarafga qarab yuribdi hamma. Bu tarafda nima bor? O'yin bu tarafda bo'lmaydimi? Voy bu. Voy, bilin. Mana do'stlar, o'yin boshlandi. Ataylabdan o'yinni zvukini pasaytirib qo'yibman do'stlar, chunki YouTube nima ban berib yuborishi mumkin. Nima edi esimda yo'q. Nima glavnisi esimda yo'q. Ban berib yuborishi mumkin. Shuning uchun o'yinni ovozini pasaytirib qo'yganman. Shunday qilib o'ynaymiz do'stlar. Voy bu. O'yin boshlandi do'stlar. Odamlarning kelishiga qaranglar. Odamlarni sanaymizmi? Voy, qorayib qoldi. Xo'p, mayli do'stlar. Ketdik. Ko'rsatgan joyga qarab yuramiz. Bu tarafga. Do'stlar, sizlarga ham bu o'yinni o'ynab ko'rishni maslahat beraman, chunki Roblox juda zo'r o'yin ekan. 2 kundan beri o'ynab yuribman. Menga yoqyapti xullas. Tak, hozir o'yin boshlanar ekan. Bu o'yinda gapiradi-yu. O'yinda ovozini chiqarib yuborayman. Mana do'stlar. Stop. Tak. Kim oldu? Ket. To'xta. Ket. To'xtaymiz. Ket. To'xta. Tak. Orqada bitta odam qolib ketganmi? Stop. Ket do'stlar. Ket. Mana bu qizni olib ketdim. Voy bilin. Men sezdim ekan deb o'ylabman do'stlar. Sezmadi. Bu yerga chiqib qolarmi? Voy. O'tib ketdim nariga tarafga. Xullas do'stlar, bu Robloxda yana qanday o'yinni o'ynaylik? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring do'stlar. Xo'sh, keyingi o'yinga o'tamizmi? Xullas do'stlar, keyingi o'yinga o'tganda men videoni yana davom ettiraman. Shungacha bu videoni pauzaga qo'yib turaman do'stlar. Mana do'stlar, o'yin ham boshlandi. Hozir ishtirokchilarni olib ketishyapti o'yin zonasiga. Tak. Ko'rsatma bo'yicha boramiz, ko'ramiz u yerda nima bor ekan do'stlar. Voy bu ana o'yinmi bu? Mana bu shakllarni shirinliklarda kesib oladigan o'yinmi shumi? Hozir ko'ramiz.
Do'stlarim, men bu kinoni ko'rmaganman. Buni multikini ham, boshqasini ham shunchaki Instagramlardagi shorts videolarini ko'rganman xolos. Voy. Sekin shoshilmay. Voy. Voy. O'lib qoldi-ku do'stlar. Voy, sinib ketdimi? Ko'rinmaydi-ganda uni sinib ketgani ya. Nima bu? Voy. Do'stlar, shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetadi va kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Keyingi safar ham bu o'yinni o'ynaylikmi yoki boshqa o'yinni o'ynaylikmi? Ya'ni Roblox ichidagi qaysi o'yinni o'ynaylik yoki Robloxni o'ynamaylikmi? Qaysi o'yinni o'ynaylik? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Hammaga xayr do'stlar, videoga like bosib, podpisatsiya tugmasini bosing. Kommentariyada esa o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Xayr.